Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Belgilab qo'ygan lokatsiyasi bo'yicha yuraver-ya. Ha, faqat magazindan bolalarimga mayda-chuyda, keyin gul do'kondan ayolimga bitta gul ham olib olamiz, maylimi? Mayli aka, qayerda to'xtashga aytvorarsiz? Alo. Ha, onasi? Ishdan chiqdim, uyga kelyapman. Nima deganing bu? Qanaqa qizlar, qanaqa ayollar? Va boshliqni oldida telefon ishlata olmayman-ku, bilasan-ku. Voy, nimaga mendan postoyanni shubha qilurasan? Ishdaman deyapman-ku. Bor. Alo, o'rtoq. Qattasizlar tog'ga chiqib ketib qolmadinglarmi? Ketib qolmay turinglar, men kelyapman. Yo'q, uyga bormaydigan bo'ldim. Hozir yetib boraman. Okay. Lokatsiyani o'zgartiraman, maylimi? Og'aylarimni oldiga olib borib tashlaysiz. Bo'ldi aka, xo'p. Rahmat, aka. U aslida yaxshi niyatlar bilan uyga ketayotgan edi. Lekin ayol kishini bitta so'zi erkak kishini yo'nalishini o'zgartirdi.